keyin bir xilda qotganda do'konlar xizmatdan pul keladigan joyi orasini istagan. Shuni taqib olasiz aka. Gap ham bu tomonda. Umumiy narsada bu narsani 100% spesifik qilsa, demak, savdo markazlari, keyin mehmonxona rezortlar, keyin sentrlarda, Zampragchetda ham. ha. Demak, Ishlayapsanmi? Chap qo'lga ko'proq ishlating. Bor. bor. Siz investor agar bozor yoki savdo markazi qurayotgan bo'lsangiz va uni daromadli loyihaga aylantirmoqchi bo'lsangiz, albatta bu videoni oxirigacha ko'ring.